Dasturlarimizda xabar berganimizdek, Sharof Rashidov nomidagi Jizzax viloyat axborot kutubxona markazi hamda Qozog'iston Respublikasi Turkiston viloyatidagi Forob ilmiy universal kutubxonasi o'rtasida xalqaro hamkorlik memorandumi imzolangan edi. Mazkur hamkorlik doirasida qardosh xalq vakillari Do'stlik va Mirzacho'l tumanlarida ham bo'lishdi hamda hududlarning madaniy ma'rifiy salohiyati, kutubxonachilik tizimi hamda tarixiy maskanlari faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Tashrifning navbatdagi manzili Mirzacho'l tumani bo'ldi. Delegatsiya vakillari dastlab koinotni zabt etgan Yuriy Gagarin haykali poyiga gul qo'yib, uning xotirasiga hurmat bajo keltirdilar. Shundan so'ng mehmonlar hududdagi o'lkashunoslik hamda koinot muzeylari faoliyati bilan yaqindan tanishib, tuman tarixi, ilm-fan va ma'naviy taraqqiyotini aks ettiruvchi eksponatlar bilan tanishdilar. Ezgu niyat maydonida esa buyuk ajdodlarimizning ilm-fan, ma'rifat va tamaddun rivojiga qo'shgan beqiyos hissasi, uch renessans davrining mazmun-mohiyat haqida tushuncha berildi. Tashrif davomida O'zbek-Qozoq Milliy madaniyat markazida tashkil etilgan madaniy ma'rifiy uchrashuv esa xalqaro muloqotning eng muhim nuqtalaridan biriga aylandi. Unda taniqli shoirlar, yozuvchilar ishtirokida ikki xalqning boy adabiy merosi, milliy qadriyatlari, urf-odatlari va san'ati yuzasidan atroflicha fikr almashildi. Ayniqsa tuman axborot kutubxona markazining yoshlar o'rtasida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlashdagi o'rni alohida e'tirof etildi. Badiiy chiqishlar va sahna ko'rinishlari orqali qardosh xalqlarning mushtarak qadriyatlari, do'stlik va hamjihatlik g'oyalari tarannum etildi. Қазақ өзбек бұрыннан ағайын, туыс, қазақ өзбек бір туған деп жатады. Сондықтан ағайынның арасында осындай байланыстар, ынтымақтастық болу керек деп есептейміз. Жалпы бүгін келіп, Гагарин достық аудандарын көріп жатырмыз. Өте керемет әсер, табиғаты жақсы. Оның үстіне біздің Жетісайға жақын орналасқан халқы, мәдениет жағына, сол өнерге президенттеріңіздің тарапыңыздан көмектер болады екен, қамқорлық жасалып жатыр екен. Осының бәрі осы мәдениет, әдебиетті дамытуға деген алғаш қадамдар, жақсы қадамдар деп есептейміз. Bir-birimizden үйренетін нәрсеміз көп екен. Mazkur tashrif kutubxonachilik, adabiyot va madaniyat sohalaridagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish bilan birga o'zbek va qozoq xalqlari o'rtasida ko'p asrlik do'stlik va o'zaro ishonchni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.